Mamlakatimizda odam savdosiga qarshi qat'iy va murosasiz kurash olib borilayotgan bo'lsa ham, afsuski jamiyatimizda qonun qoidalarga va insoniy qadriyatlarga mutlaqo zid bo'lgan holatlar hamon uchrab turibdi. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan joriy yilning 6-aprel kuni o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir natijasida ana shunday og'ir jinoyatlardan biriga chek qo'yildi. Olib borilgan tezkor tadbir davomida 2008-yilda tug'ilgan Buxoro tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro o'zining hali tug'ilganiga 3 kun ham bo'lmagan qiz farzandini g'arazli maqsadlarda savdoga qo'yganligi aniqlandi. Gumonlanuvchi chaqaloqni 4000 AQSh dollariga pullashni rejalashtirib, shartli mijozdan kelishilgan mablag'ning 800 AQSh dollarini olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan jinoyat ustida qo'lga olindi. Hozirgi kunda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ta'kidlash joizki, odam savdosi kechirilmas og'ir jinoyatdir. Har qanday qonunbuzarlik uchun esa jazo muqarrarligi albatta ta'minlanadi.